Yurgan. To'g'riga qarab yurgan. Bir normal. Yana bir marta. Davom. Ha. Yur. To'g'ri yur. Erkak o'xshab yur. Mana, qara. Mana. Mana ana shunday yurgani to'g'ri. Normalni yur. Mana. Yurgan. Mana normalni yursa bo'lar ekan mana. Erkak o'xshading. Ya ada menga seryozni bo'lish yarashmaydi. Ha, işte. Nima bu ada? Eshak nimasi? Nimasi? Oyog'i. Ko'rmisan? Lapatka-ku. Birinchi marta ko'ribsan. O'zana shu bilan yer o'g'darasan. Kim bu? Ibi. Nagah görüban köşede şerifi haraman. Zo'r narsa ekan, ha, papichka? Haqiqatan ham bacham yomon narsa ekanda. Bunda faqat yer og'darsa bo'ladimi yo boshqa ish qilsa ham? Ha? Ha, buni aytyapsanmi? Qo'y uni joyiga, kim deb keldi? Maqsadingiz nima? O'g'lingiz salonimizdan ketgandan beri umuman klient yo'q. Men o'g'lingizni olib ketgani keldim. Hech qayerga bormaydi o'g'lim. O'zi sizlar yonlarida bor mana shunday bo'ldi. Stilistlik erkagi kasbi emas. Tushunyapsizmi? Siz olib ketaman deb xayol qilmang. Olib keta olmaysiz mendan. Oyiga 10,000 dollar beraman. $100 kelmayapti-da onangga.